hech kim bir mo'min insonni gunohkorligi sababli uni kofirga chiqarishga haqqi yo'q. Bizning aqidamiz shu. Bir inson harom ish qilsa, Alloh qaytargan gunohi kabiralardan birortasini qiladigan bo'lsa, biz uni kofir bo'ldi demaymiz, balki uni fosiq deymiz. Ya'ni gunohi kabira qilib qo'ydi. Yo bilmasdan yoki bilib, shaytonning gapiga kirib, nafsini ko'yiga kirib, gunohi kabirani qilib qo'ydi, lekin u fosiq, lekin kofir emas deb e'tiqod qilamiz. Sahoba ikromlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga eng ko'p ergashgan va eng ko'p amal qilgan ummatning eng buyuk zotlari bo'lib, ulardan birortasi hech bir musulmonni kofirga chiqarmaganlar. Bizning aqidamiz shuki, bir insonni agar 99 ta sifati uni kufriga dalolat qilsa-yu, bittagina sifati uni musulmonligiga dalolat qilsa, biz uni kofirga chiqarmaymiz. O'sha bitta sifati bilan u musulmon deymiz.